boshim og'riyapti. Qo'ng'iroq telefonimga. Tak. Mana o pullar bu Marniki hisob turishimga bergan. Alo. Alo bo'lakay. Agar Nima? Mayli. Bugun menga pullarni qaytarishim kerak. Qadar g'alati odam telefon qilyapti. Deb bilmadim kerak. Tak. Mer bu oylik ham berish kerak, boshqa ham bo'lish kerak. What the? Filiq. Merga bu narsa nimaga kerak? Janob mer qani? Yo'q, hozir mer qani? Tak, kitob. Tak. Agar merni qaytarmoqchi bo'lsang, o'rmonga 1 intar to'la pul olib bor, ya'ni olib kel. Nima? O'rmonga haligi mana bo'lsa kerak. Qaytarib qo'yadi. Alo? nimaga bo'lakay? O'rmonga 1 intar pul olib borishim kerakmidiman? Ha, tezroq olib kel, yo'qsa mer o'ladi. Tak, qayerga borishim kerak? Bir marta dam olgan g'oring bor edi-ku. Ha. Xuddi o'sha g'orga olib bor, yo'qsa mer o'ladi. Bo'pti, hozir olib boraman. Tezroq bo'l. Bo'pti, xayr. Tak. Bu marta pullar edi. Mashina olaman deb qo'ydim. Qaytarib qilaydi. Nimaga bo'lakay, kelyapsanmi? Hozir yetib boraman demoqchi edim. Ha, tezroq kel. Mer o'ldiraversa-ya. Shu ham bormi-ya, shu. Tak. Shu ham boshimga bormidi? Barchalarga assalomu alaykum bola. Sizlar bilan birgalikda Artyom Minecraft bola. Va yangi videomizga xush kelibsiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Yo'qsa xafa bo'laman, bilinglar, men xafaman. Xafa bo'laman. Hozir obuna bo'linglar, bo'lmasam xafa bo'laman, ko'rchi. Hozir bularni olib borishim kerak, ya'ni pulni. Tak, menda atigi shunchagina bor, xolos. Kredit kartamda bo'lsa 2 yil to'plagan oylik pulim bor. Tak, qilichimni olaman. Har ehtimolga qarshi balki hujum qilib qolar menga. Chak ketib basharasiga solib qolaman shu paytda. Aytgancha qo'shnim masalasida uni uyini hali ham tozalashgan yo'q. Turibdi haligi jasadlar odamni qo'rqitib. Politsiya bo'lsa qo'shnimni olib ketdi. Shundan qo'rqib turibman-da. Bugun politsiya kelib olib ketish kerak edi, lekin hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilsam, qishloqlar eshitmasin, tezroq gapiray. Tak, mana bu bizning skladda. Sklad u tomondan bu yoqqa ko'chgan. Bu esa do'stim Jitilni uyi. Tak, u joy mana shu yoqda bo'lishi kerak. Tak, hozir borib o'sha yerga 1 intar pul. Shuncha pul bo'laman, qaranglar. Shuncha pul axir. Norasi $100 ham bor. Meram kep shunaqa qo'lga tushib o'tirishini bilganimdami? Shuncha pul. Yana meni ovora qilishyapti. O'sha yerga borib kelishim kerak hali. Stop. Tak. Qayerda u g'or? Unutib qo'ydim. Так, что qo'ng'iroq qilsamikan? Blokchiman. Nima? Tak, qaytarib qo'yaman. Ay, bu Bolalar topdim. Opa, sakdimiz. Oyog'im yomon og'ridi boru. Даже qonlarim sachrab ketyapti. Stop. Ular bo'tda yo'q. Qalaychi. Qo'ng'iroq. Alo bo'lakay, olib keldingmi?
Ha, olib keldim. Bu yerda sandiq yo'q, o'zingiz yo'qsiz. Qayerga qo'yaman buni? Sandiq yasab o'zing qo'yib qo'y. O'yle bor yo'qol. O zaman sandiq yasashim kerak. Asabi buzishadi. Bu sandiq ham qo'yib qo'yishmaydimi? Qanaqa o'g'irlar bular, ha? Tak, agar mer ketmagan, masalan, o'g'irlashmagan bo'lsa-chi merni. Shunda men uning pulini просто tak berib yuborgan bo'laman. To'g'ri, xabar berib qo'yib ketish kerak. Buncha pulni kimgadir bergandan keyin. Sandiq yasaymiz, qo'yamiz, ochamiz, solamiz. Deb mana bu ovora bo'ldim. Tak. Bir stak oltin ham bor, ikkita oltin tengalar bor edi. Kredit kartani qo'ya olmayman ekan, joyi yo'q ekan. Mayli, chivo mana. Onasi emsin. Mana. Ketdim. Tak. Ana bu kim? Janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Xo'sh, Atyon, men seni so'ragan edim. Sen meni sinovimdan o'tding. Endi pullarni olganda qishloqqa borib, uyimga olib borib qo'y. Bu shunchaki sinov. Ya'ni prak endi senga. Ha. Siz meni ovora qildingiz hozir borib. Qilichingni yig'ishtir. Xo'p. Endi sandiqdagi pullarni qaytarib uyingizga borishim kerakmi? Ha, tez bor, yo'qsa oyligini bermayman. Bo'pti, aka, yashirib ham qo'yuvdim-da, даже. Yashirishim kerakmidi? Yashirmaslik kerak. Bo'pti, sandiq bilan ketaman. Короче. Voy, qochishini super mega duper puper qochishlar. Voy, onasini yemsin. Bo'ldi. Qo'yamiz. Ichida hech bola onasini. Men mani ovora qilgani qoldi xolos. Men kredit kartamni ham olgan edim. Ha, mayli. Mer shunchaki meni ustimdan prank qildi. Dahshat bola. Tak, merni balki o'ldirib yuborar mana. Tak. Bu yana nimasi? Oyog'im yomon og'ridi. Ha, mayli. Qishloqqa istaman deydi. Qishloqqa yetib borib videoni yoqaman. Mana qishloqqa ham yetib keldik. Atyon, Ha, nima? zombiylardan bizni qutqarganing uchun rahmat. Ana u merni uyini o'rta hojatxonalar nima qilyapti? Bilmayman. Kimdir prank qilgandir-da merga. Ha, mayli. Nega sen qilich ko'tarib olding? Shunchaki o'rmonga borib keldim. Meni qo'rqitib prank qilishgan ekan. Ha, chiroyli. Mayli. Tak, stop. Hozir mar kelgandir. Mancha kelgan. Ana o'tiribdi. Tak. Janob Mayer kirsam bo'ladimi? Ha, mayli, kira qoladi yo'q. Короче, tak. Siz shunda menga prank qildingiz, to'g'rimi? Endi o'zi siz zo'rsiz-da, Ha, zo'rman. Nima edi? San nima ishing bor bilan, bolakay? Nima? Kim bolakay? Ha, qilichingni yig'ishtir, yo'qsa oyligingni bermayman. Qancha pulingiz mandaligini bilasizmi? Bilaman, nimaga? Hozir sizni o'ldirib, o'sha pullarni o'zimga olib qolsam nima bo'ladi? Qishloq meri ham men bo'laman, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki sizni ishonganingiz menman. Qishloq menga qoladi. Pullar ham. Nima, Atyon, kechir, iltimos, Atyon, meni kechir. Yo'q. Kechirish yo'q, janob mer. Iltimos, kechir. Hali yoshman. Necha yoshsiz o'zi? Ataga 254 yoshman.
254. Yo'q, endi sizni yashash davringiz tugadi. Qishloq butun umrga meniki bo'ladi. Qani, o'lib ket, haroma, mar bo'lmay o'l. O'ldirdim. Ana endi qishloq meri shaxsan o'zimman. Tak, sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, yo'qsa sizlarni ham borib o'ldirib kelaman. Yoki-da xafa bo'laman. Bolalar. Iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.